Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz ideal gaz qonunlari haqida o'rganamiz. Ideal gazlar real gazlardan farq qiladi, ya'ni uning molekullari o'zaro ta'sirlashmaydi. Birinchi qonun Boyle qonuni hisoblanadi. Yopiq sistemadagi gazning harorati o'zgarmas bo'lganda, uning bosimi hajmi bir-biriga teskari munosabatda bo'ladi. Ya'ni siz tasvirda ko'rib turibsiz, silindr va porshin. Qachonki biz porshinni pastga bosganimizda hajm kamayadi sistemada, mana pastga qarab kamayib bormoqda. Natijada hajm kichkina bo'ladi, lekin unga teskari proporsional ravishda bosim ortib ketadi mana. Qachonki biz hajmni orttirganimizda, ya'ni teskari harakat keltirganimizda ortganida bosim kamayib ketadi, hajm ortib ketadi. Bir-biriga bosim bilan hajm teskari proporsional. Lekin bu yerda harorat o'zgarmas. Real sharoitda biz gazlarni siqqanimizda harorati oshadi. Bu ideal gazlar. Ushbu jarayonni tasvirlovchi grafik mana bu yerda. Qachonki hajm kamayib borganda, ya'ni 6, 5, 4, 3 bo'lib borganda, bosim teskari proporsional ravishda unga ortib boradi mana. Hajm ortganda esa bosim kamayadi. Ikkinchi qonunimiz Gillisek qonuni hisoblanadi. Yopiq sistemadagi gazning bosimi o'zgarmas bo'lganda, uning harorati va hajmi bir-biriga to'g'ri proporsional. Ya'ni mana tasvirda ko'rib turibsiz. Harakatlanuvchi silindr bu legirovka qilingan, ya'ni moslashtirilgan bir-biriga. Bir-biridan oshsa, 1-2 bo'ldi yoki 1-1 bo'lsa, tepaga ko'tariladi, 1-1ga moslanadi. Ya'ni 1-1 bo'lguncha tepaga ko'tariladi. Birinchi holatda gazning harorati 20 gradus tasavvur qilamiz, mana hajmi 1 bar. Ikkinchi holatda mana harorati oshdi, mana 30 gradusga chiqdi harorat. Bosimi o'sha 1 bar o'zgarmaydi, lekin hajmi ortib ketdi mana. Boshlang'ich holatda hajm 10 litr deyotgan bo'lsak, litrda hisoblasak, mana bu yerda mana 20 litr bo'lib tasavvur qilasiz. Ikkala sistemada ham birinchi va oxirgi holatda ham bosim o'zgarmas 1 bar edi, lekin harorati 20 gradus, 30 gradus, hajmi esa mana bu yerda 10 bo'layotgan bo'lsa, bu yerda 20 bo'ldi. Ushbu asosda mana grafik tuzilgan, mana harorat oshib borgan sari to'g'ri proporsional ravishda mana hajm ham ortib boradi mana. Mana yerda 1 bo'layotgan bo'lsa, 10 gradus bo'layotgan bo'lsa, mana 10 gradusga 10 litr masalan. 20 mana bu yerda 20 bo'layotgan bo'lsa harorat, unga to'g'ri proporsional ravishda mana bu yerda mana hajm 20 litr oshib boraveradi. Uchinchi qonun Sharl qonuni hisoblanadi, ya'ni yopiq sistemada hajm o'zgarmas bo'lganda, uning bosimi va harorati bir-biriga to'g'ri proporsional. Ya'ni mana silindr birinchi va ikkinchi holat hajm o'zgarmas, silindr mahkamlangan. Birinchi holatda biz xona harorati 20 gradus va 1 atmosfera bosimini tasavvur qilamiz. 5 litr idish. Ikkinchi holatda harorat oshdi, 50 gradus bo'ldi. Unga to'g'ri proporsional ravishda bosim ham oshib ketdi, 10 bar bo'lib ketdi. Lekin hajm 5 litr mana. Birinchi va ikkinchi holatda ham hajm 5 litr, lekin harorati va bosimi oshib ketdi mana ikkinchi holatda. Bu Sharl qonuni hisoblanadi. Uchala qonunning ham vizual ko'rinishi mana bu yerda tasvirlangan. Mana. Bu Boyle qonunida harorat o'zgarmaydi. Mana hajm kamaygan payti bosim ortib ketyapti, lekin hajm ortgan payti mana bosim kamayib ketyapti. Teskari proporsional bo'lyapti. Boyle qonunida teskari proporsional bosim bilan hajm. Mana bu ikkinchi qonuni, ya'ni uchinchi qonun ekan, Sharl qonuni. Harorat mana qizirilyapti pastdan. Haroratdan oshadi, bosim ortib ketadi mana. Bu Sharl qonuni mana. Qizirilyapti pastdan. Bu Gillisek qonuni mana oxirgisi. Ya'ni biz sidrovka qilingan bosim o'zgarmas bo'lishi kerak. Birinchi va ikkinchi holatda o'zgarmayapti. Unga to'g'ri proporsional ravishda harorat bilan lekin hajm o'zgaradi.